Xonimlar va janoblar, mikrobiologiya stansiyamizga xush kelibsiz. Bu yerda siz sayohat poyezdimiz orqali viruslar, bakteriyalar, antibiotiklar va oziq muhiti nomli bekatlarimizda to'xtab, stansiya bo'ylab harakat qilishingiz mumkin. Har bir bekatda tegishli mikroorganizmlar tuzilishi bilan tanishasiz. Bunda sizga bekatlar yonida joylashgan taxtachalardagi ma'lumotlar yordam beradi. Virus, bakteriya, antibiotik yoki oziq muhit to'g'risida 3D formatdagi animatsion filmlarni ko'rishingizni istasangiz, tegishli bekatdagi QR kodlarni skanerlashingizning o'zi kifoya. Stansiyamiz markazida virus, hayot siklini ifodalab turuvchi charxpalakka ham tashrif buyurishingizni so'raymiz. Chunki bu yerda aylanib turuvchi mexanizm ketma-ketlik asosida virusning hayotiy siklini ifodalaydi. E'tiboringizni mashinalar turgan avtoturargohga ham qaratishingizni so'raymiz. Mashinalarni kirib chiqishi mikroblarning bir joydan boshqasiga ko'chishini ta'minlaydigan infeksion yo'lni tasvirlaydi. Aerogen yo'l och sariq rangli mashina, fekaloral yo'l to'q sariq rangli mashina, kontakt yo'l ko'k rangli mashina. Qon orqali qizil rangli mashina vositasida ifodalanadi. Sayohatingiz esda qolarli va manfaatli bo'lishiga ishonamiz. Barchangizga yoqimli hordiq va qiziqarli sarguzasht tilaymiz. Hurmat ila 2D24 jamoasi nomidan Abdunaim va Lobar, Dijamolov Rahmatullo, Said va Sarvinoz, Narziyev Nozimbek hamda Ashur va Shahina Bono.